Bilarmidingiz, uy sharoitida boshingizda qon qanday aylanayotganligini bilishdi. Buni sizlarga ikkita mashq bilan ko'rsatib beraman. Birinchi mashqimiz oyoqlarimiz bir tekis bir chiziqqa qo'yib olgan holda, qo'llarimizni yonga cho'zgan holda ko'zimizni yumamiz 15 sekund. Ko'zimizni ochganimizda yoki o'sha ko'z yumib turganimizda boshimiz aylanmasa, qizarishlar bo'lmasa, sizda bu yaxshi degani. Ikkinchi mashqimiz qo'llarimizni belimizga o'tkazgan holda, xuddi men ko'rsatgandek egilamiz. 15 sekund turamiz shu holatda. Bu holatda ham qayta tikka turganimizda qizarib ketish, bosh aylanishlari yoki hushdan ketish holatlari bo'lmasa, sizda muammo yo'q degani. Agar sizda shu mashqlarda qandaydir muammolar tug'ilayotgan bo'lsa, sizda albatta bo'yin sohasidagi muammolar yoki qanday qon tomirlarida muammo bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday muammolar kuzatilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.